Assalomu alaykum aziz do'stlar. Arton kompaniyasi yana sizlar bilan birga. Esingizda bo'lsa, oldingi videolarimizda Arton gazobloki va an'anaviy qurilish materiali g'ishning og'irligi haqida gaplashib o'tgandik. Keling, bugun ularni asosiy farqlar haqida batafsil gaplashib o'tamiz. Arton gazoblogining o'lchamlari katta bo'lganligi sababli qurilish jarayonida g'ishga nisbatan uyingizni tezroq 3 baravar ko'tarishga imkon beradi. Arton gazoblogi qurilish jarayonida orasiga gazoblok kley 2 mm suriladi, g'ishga esa orasiga rastvor 1 cm suriladi. Natijada gazoblok sizga 2 baravar arzonroqga tushadi. Arton gazoblogi geometriyasi ideal tekis bo'lganligi sababli uyingizni qurib bitkazganingizdan keyin suvoq etapidan o'tib ketasiz, chunki devorlaringiz ideal tekis chiqqan bo'ladi. G'ishdan qurilgan devorni esa ikki tomonlama suvoq qilishingizga olib keladi. Bu esa sizga qo'shimcha xarajat bo'ladi. Arton gazoblogining energiya samaradorligi yuqori bo'lganligi sababli 20 cm Arton gazoblogi energiya samaradorligi bo'yicha 1 metr 15 cm g'ishli devor o'rnini bosadi. Tanlov qilish o'zingizdan. Agar Arton gazoblogi sizni qiziqtirgan bo'lsa, direktga yozib qoldiring, bizning menejerlarimiz sizga aloqaga chiqadi. Bizni kuzatishda davom eting, sog' bo'ling, salomat bo'ling.